Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz sizlarga hozir uy sharoitida rodman, kafelkilik yoki bo'lmasa nalyunoy pol shunga o'xshagan sport semestrlarni qanday tayyorlashni ko'rsatib o'tamiz. Bu videoga hammasi sig'maydi. Sizlarga hozir rodman sostavidan boshlaymiz. Agar videomiz ma'qul kelib, layklar ko'payib, kommentariyalar ko'payib, qiziqish bildiriladigan bo'lsa, qolgan sostavlarni ham rodman, kafelkilik, nalyunoy pol shunga o'xshagan sport semestrlarni sostavlarini sizlarga taqdim etamiz. Hozir sizlarga bo'lmasam rodman sostavini tayyorlashni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun bizga toshini, ya'ni harsang toshini maydalangani kerak bo'ladi. Buni rodmanchilar mel deb qo'yadi. Ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Endi bu har xil, bir xilgisi oqroq chiqadi, bir xilgisi sal boshqa rangda chiqadi. Endi u tog' jinslari ham har xil bo'lganligi uchun ranglari ham har xil chiqadi, lekin farqi yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, hozir uy sharoitida rodman tayyorlab sizlarga hozir ko'rsatamiz. Bizga demak kerak bo'ladi harsang toshda maydalangani mel, keyin gips kerak bo'ladi. Gips oddiy qum pisoq. Mana gips do'stlar, mana gips shu oddiy quruvchilar ishlatadigan gips. Keyin pisoq kerak bo'ladi va qo'shimcha ximikatlar kerak bo'ladi. Endi buni video davomida qanday qo'shiladi, qancha qo'shiladi, shularni sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi o'rinda bizni ob'yomimizga, mishalkamizga 100 kilo bir tayyorlanganda mana hozir 100 kilo tayyor bo'ldi. 100 kilo olmaydi? 100 kilo tayyor bo'ldi. Hozir yana 100 kilo sizlarga tayyorlab ko'rsatamiz. Mana bu melimiz qopda 40 kilodan bo'ladi. 80 kilo tashlab olamiz. Tashladik 80 kilo. 80 kilo melimizdan tashlab olamiz. Buni har bitta viloyatda bor drabilkalar bor, maydalar sotadigan drabilkalar bor. O'shalardan bemalol sotib olsanglar bo'laveradi. Kilosi 180 so'm, 190 so'm, qaytadi 170 so'm, qaytadi 200 so'm sotadi. Shunaqa. Xo'p, 80 kilo sotib oldik. Endi bunga pisoq solamiz. Necha kilo solamiz pisoq? 12 kilo. 12 kilo pisoq solamiz. Endi pisoqni ko'paytirsanglar bo'laveradi, u sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Hozir 80 kilo mel soldik, 12 kilo pisoq soldik. Mana o'zimiz oddiy qum, asha qum. Keyin gips solamiz. Bu necha kilo bu? 15 kilo. 15 kilo gips solamiz. Ketdi, 15 kilo gips 15 kilo gips solyapmiz. Endi qo'shimcha ximikatlar solinadi. 60 gram. Bunisi hozir solayotgan ximikatimiz necha tumanda qolib mana nam bo'lib qolibdi. O'zi shakarga o'xshagan narsa bo'ladi. Bundan 60 gramdan 100 kilosiga 60 gramdan nima solinadi? Shunaqa limonka deb qo'yadi. Buni ximikatlar sotadigan ba'zilardan olasizlar. Limonka desanglar o'zlari biladi. Buni rodmanda qiladigan ishi, rodman sostavida qiladigan ishi birpasda qotirib qo'ymaslik. Sostavni qotishini sekinlashtirib beradi. Buni misol uchun uni soladigan bo'lsak, ko'p soladigan bo'lsanglar rodmanlar sekinroq qotadi, oz soladigan bo'lsanglar tezroq qotadi. Gipsni ozaytirib ko'paytirsanglar ham rodmanni qatishiga ta'sir qiladi. Xo'p, demak 60 gram nimadan soldik? Limonkadan solamiz. Endi HPMS deb qo'yadi. Buni har xili bor. Melos deydi. Melosi turi ko'p, har xili bor. Bu HPMS bu arzonroq varianti bo'ladi. Bundan ham solamiz. Buni sostavdagi vazifasi ko'rinishi bunaqa bo'ladi. Buni sostavdagi vazifasi qo'shimcha kiley vazifasini bajarib beradi. Qo'shimcha kiley vazifasini bajarib beradi, gupirtirib beradi, qo'yiltirib ham beradi. Misol sostav loyizni rodmanda tayyorlaganingizda sal suyroq qilib qo'ysangiz, necha tursangiz qo'yib beradi. Bundan qancha solamiz? 60 gram solamiz. Endi qancha ko'paytirsanglar sostav kuchayib boraveradi. Ko'paytirib qo'yilasiz, bilmasin. 100 gram,
120 gramm qilib ko'paytiraverasizlar. Buni ko'paytirgan saringlar rodbuninglar sostavi kuchayib boraveradi. Buni ayamay soling keyingilarga ham. Ha? Ha, ayamay dadil solaveringlar, sababi bu haligi sostavni shu manavi nimalarni brendiviy Knauf shunga o'xshagan yaxshi rodbullarni sostaviga bundan ko'proq qo'shiladi. Keyin yana bu o'zimiz oddiy mahalliy rodbullar, ishlatilayotgan rodbullar. Endi buni sostavini yana qo'shimcha kuchaytirsanglar bo'ladi. Qo'shimcha qo'shadigan narsalar qo'shsanglar bo'ladi. Endi uni spiskasini yana ochadigan bo'lsak, haligi boshinglar og'rib ketadi. Eng oddiy, samarali, sifatli rodbun chiqadi mana shunda. Bo'ldi, endi buni aylantiramiz. Aylantirdik. Endi misol uchun ko'chada sotilayotgan rodman apparatdagi qilinayotgan $5000 apparatdagilar ham, $20000 apparatdagilar ham mana shu qo'shgan narsalarimizni vazifasi aralashtirib beradi. Qoplab beradi. Biz naval qilib beryapmiz hozir. Mana klientlarga naval qilib beryapmiz. Bunda vazifasi misol uchun mana qancha bir 5 minut vaqt ketgandir 100 kilo rodman tayyorlashimizga. Endi buni bir 5-6 sekund aylantirsanglar o'zi aralashtirib bo'ladi. Bu tayyor holatlari mana klientlarga 30 kilo qilib upakovka qilib qo'yilyapti. Endi shu mana rodman deyarli mana tayyor bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa mana shunaqa qilib qoplab beryapmiz. 1 kilosini 500 so'mdan mahallaga dastavkasini ham qilib beryapmiz. Sababi haligi bundan ko'p pul qolmaydi. Mana shu bolalar ishli bo'lib qoladi. Mana shu 3 so'm pul topadi. Shunaqa, bundan ko'p pul qolmaydi. Bizga pul qolmaydi deyarli. Mana hozir tayyor rodmanimizni mana sifatini ko'rishingiz mumkin. Behijolat bo'ladi. O'ta ham behijolat rodman sostav chiqadi. Ishlatilgan jarayonlarni ham iloji bo'lsa video qilib qo'yib boramiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Barchalarga rahmat. Endi qilayotgan reaksiyalarga qarab, qiziqishlarga qarab kafe keladi sostavini beramiz, nalimnoy polni sostavini beramiz. Agar kimgadir foydali bo'lsa, manfaatli bo'lsa, xursand bo'lamiz. Barchalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.